12 noyabr muhojiratdagi butun Uyg'urlarning Sharq Turkiston Cumhuriyet bayrami xotirasini qutlayotgan muhim paytda Kanada parlament a'zolari Kanada hukumatini Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishga va Xitoyga embargo yurgizishga chaqirdi. Kanada Yer shari xabarlar to'rining 12 noyabr xabar qilishicha, Kanada parlamentining bir komiteti tekshirish orqali Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasining irqiy qirg'inchilik shakllantirganligini aniqlab chiqqanligini. Kanada hukumatini Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishga chaqirgan. Kanada Avam palatasi Xalqaro kishilik huquq tarmoq komitetining sobiq va hozirgi parlament a'zolari taratqularning o'zlarining Xitoy haqidagi tekshirish va harakatga o'tish chaqiriqlariga bo'lgan tonishini o'stirish uchun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Konservativlar partiyasining parlament a'zosi David Svit so'z qilib, tekshirish jarayonida bu tarmoq komitetining nurg'unlagan guvohchilar so'zlarini anglagan bo'lib, ularning orasida Sharq Turkistondan qochib kelgan Uyg'urlar, lagerda turib baqqanlar, sobiq mahbuslar va ularning oila a'zolari, shundaqla har sohadagi mutaxassis va akademiklar borligini, Uyg'urlarning Xitoy ustidan bergan guvohlarning shunchalik qo'rqinchligi, ba'zilarning anglab xuddi bir ssenariy deb o'ylash mumkinligini, lekin bularning amaliyotdan Sharq Turkistonda Uyg'urlarning haqiqiy ahvoli ekanligini, hukumatining Angliya o'rtaq gavdasidagi sheriklari bilan hamkorlashib, Xitoy kompartiyasining bostirish, yo'qotish siyosatiga ochiq inkos qaytardiganligiga kafolatlik qilish qatorliqlarni bildirgan. Kanada parlamentidagi Konservativlar partiyasi, Young Demokratlar partiyasi va Quebec bloki partiyasining a'zolari bu axborot e'lon qilish yig'inida qatnashgan bo'lib, uning qarashlarini quvvatlagan. Parlament a'zolari yana Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasini va Kanada shirkatlarining bu mahsulotlardan foydalanadiganligini o'tirib qo'ygan.